Demak, hozirgi shartimizning nomi rost, yolg'on deb nomlanadi. Sizlarga maxsus kartochkalar beriladi. Buning ichida rost yoki yolg'on deb yozilgan. Mana tarqatamiz. Hozir emas. Rost tushsa, hayotingizda bo'lgan, haqiqatan bo'lgan voqeani sherigingizlarga aytasizlar. Bordi-yu yolg'on tushsa, sherigingizni ko'ziga qarab, shunda rost gapirgandek aldab tashlashingiz kerak. Qanaqa yozuv tushishidan qat'iy nazar ishontirishinglar kerak. Tushuntira olding-a? Kimdan boshlaymiz unda? Kelishib olaylik, oldin. Yunka masalan. Sizmi? Shoshib ketishimiz kerak. Hozir aytaman, hozir. Ana ochmayman hozir. Yo'q, siz emas. Ochdingiz, ko'rdingiz. Bor, nimadir bor. Voqeani aytishingiz kerak. Ha, tayyorsiz? Tayyormi? Bort kuzatuvchilikda ishlagan paytimda bitta zo'r voqea bo'lgan samolyotda. Adashmasam Rossiyaga boruvdik. Ko'p passajirlar bo'lgan. Birinchi marta obslujivaniyaga chiqqan paytimizda ovqat tarqatamiz-ku. Oxirida bitta passajir o'tiruvdi. U qanaqadir holati kiyimda edi. Ham shunda o'tirib olib, ovqat beringlar. yo'q, menga turmushga chiqing deb предложение berdi. Yo'q. Прямо hech narsa so'ramasdan сразу menga turmushga chiqing deb turib oldi-da. Men aytdim, hurmatli yo'lovchi, uzr, bitta meni ishim, shaxsiy hayot obsujdatsiya qilinmaydi. Тем более samolyot sahnasida unaqa deyish mumkin emas. Keyin kollegam chiqdi. Ular уже napitka tarqatishni boshladi. Keyin u kollegamga yopishdi. Meni haqimda so'rashga aytdi. Yopishdi deganingizda, yo'q, bo'lmasa sizga uylanaman. Unaqa emas, просто meni haqimda so'ramoqchi edi. Keyin oxirida уже musor og'amizni samolyotdan и yana shu passajirning yoniga kelib olib, prям mana bunaqasiga turib oldi-da yonimga. И aytibdi, menga turmushga chiqing, chiqmasangiz men hozir bu yerda samolyot sahnasini buzdirib tashlayman. Yana ularga aytdim, hurmatli yo'lovchi, o'zingizni bosing, iltimos, u prям urush janjal qilib tashlamoqchi edi. Oxirida уже samolyot qo'ndi, pastga tushdi. Eshikni ochganimizdan keyin mundoq chiqib olib, aytishdi, sizlar odam bo'lmaysizlar, sen odam bo'lmaysan, meni qarg'ab ketishdi xullas. Yo'q deganim uchun. Qo'l so'rab, Hurmatli yo'lovchi, agar siz buni ko'rsangiz, iltimos mendan uzr so'rang. tez kelib so'rang. Rost bo'lsa kerak. Rost bo'lsa kerak. Eslatib o'tamiz. 3 tagacha tezkor savolingiz bo'lsa berish mumkin. Rost voqea aytib bergan holat. Oldin aytib bergansiz. Voy, kelishib olganmisizlar? Ne esimda yo'q. Niyat sizlarga aytib bermadim. Rost ekan. Rost? Esimda yo'q dedik. Qayerdan bilasiz? Balki unaqa aynan o'sha yaxshi to'g'ri gapiradi, degan narsani o'ylamadi-da, yolg'on gapira olmadi barcha. balki tayyorgarlik ko'rib kelgandirlar balki. Nazarimda. Bo'lishi mumkin, shunaqa har xil misollar bo'ladi-da. Ichida ishontira oldim. Yaxshi, iqror. E'tiboslar bitta gaplari yo'q. Chiqyapti bu tarafga ketdi. Shuning uchun tez gapiryapmiz. Anaqa perdasi shunaqa voqea bo'lgani istadingiz. Da. Baqirib. Ya, to'g'ri. Xo'p, aniq ishonasiz shunaqa voqea bo'lganiga. Bo'lgan. Aniq. Oxiriga rost taqalgan. Rost bo'lsa kerak, mana rost deylik. Rost. Yolg'onmi? Biz qabul qilamiz. Demak, kartochkalarni ochamizmi? Ochamiz endi. Ana. Qo'ying. Rost bo'lgan voqea ekan. Aktor aka, sizni aldolmayman-da. Endi oching, ko'rdingiz. Voqea tayyor. Siz tayyorsiz? Biz tayyormiz. Eng ko'p topgan pulim haqida gapirib beraman. $40,000 haqida. $40,000. Ajoyib, bizga juda yaxshi. Xullas, balkim eshitgandirsiz, bilgansizlar, men Hindistonda operatsiya bo'lganman, odamga donorlik qilganman, jigar berganman odamga. Boshida Toshkentda bo'lganmiz, keyin odamlar Hindistonga ketishgan, keyin menga chiqqan odam, o'g'lim jigarimni tekshirtirchi, sen jigaring meniki to'g'ri kelsa, sen berasan menga donor bo'la olaysanmi dedilar. Albatta, otam uchun. Bu narsa tayyorman dedim. Keyin tekshirtirdim, hammasi to'g'ri keldi, keyin Hindistonga uchib bordim. Uchib borgandan keyin o'tdagi muhit borda, ana odamlar yotibdi, yo, balisanchi, odamlar yotibdi, qanaqadir qoplar ko'tarib yuribdi, ichida qon, boyagi muhitni ko'ribchi, men ketaman dedim. Ha. Jigar topib beraman dedim, qarochi, boshqa insondan sotib olamiz. Shunaqa beramiz deyman. Lekin o'zim donor bo'lmayman. Men lekin donor bo'lmayman, chunki qo'rqib ketdim-da. Doktor aytdi, "Yo'q" deyapti. Begona insonni ola olmaysan deyapti. Chunki bizda qonun bor, unaqa mumkin emas begona. Faqat o'zini shu farzandi yoki ayoli yoki qizi DNKsi to'g'ri kelishi kerak dedi. Adam o'tkazdilar-da. "O'g'lim qo'rqma, hammasi yaxshi bo'ladi. Nima xohlaysan?" dedilar. Kulib aytdilar. Ha, nima xohlaysan? Men beraman o'sha narsani. Sen qo'rqmading. Men beraman, pul kerak emas menga, lekin men prosta qo'rqyapman. Men ana kira olmayman operatsion joyiga deyman. Nimadir xohlasang aytma, o'sha narsani olib beraman, balkim ana bo'lasan. Men aytdim, BMW olgim keladi. Yangi BMW. Men mashina yaxshi ko'raman, hamma biladi. Sen ham bilasan, mashinani juda qattiq yaxshi ko'raman. Xo'p, qaysi BMW olgin? Shu model.
Mana shu men ko'rib qo'yganman, Mana ancha hech bo'ladi. yetmayapti. 40 ming dollar yetmayapti. Bo'ldi, 40 minging bor. Faqat kirib chiqasan. O'shanda berganlardim menga 40 ming dollar. Yana kimgadir jigar kerak emasmi? Просто bu voqea я не знаю, bu voqeani unday yolg'on sifatida aytolmaydi menimcha, потому что это oilasi Ha, haqida. yo, to'g'ri, U to'g'ri. oilasi haqida yolg'on gapira olmaydi. Qiziqtiradigan savollar bo'lsa, 3 ta tezkor savolingizni berishingiz mumkin. Bersangiz bo'ladi. Men savolim yo'q. Rost deb o'ylaysizmi, yolg'onmi demak? Нет, Rost men deb bularga o'ylaysiz. ishonaman. Rost. Rost deb hisoblanaman. Yolg'on chiqib qolsa ham mayli, просто ular meni aldamaydi deb umid qilyapman. Qabul qildik. Siz ham qabul qildingiz, bemalol aytsangiz bo'ladi. Ana. Faqat adamni qizga olaman. Borib ko'pga berayapman-ku. Shunday gapirib 40 ming bering, jigar kerak 40 ming Men bering. bilaman, просто u hech qachon oilasi haqida aldamaydi deb faqat shunisiga ishonib aytdim, Ana, что это. Sen o'ylamadingmi, bu o'g'il bola borib adasidan 40 ming pul so'ramasin. Ya, Rast знаю, bordi, что birinchi bordi. Siz so'ramaysiz u narsani. Ну просто oila gapida ketgani uchun, oila haqida gap ketgani uchun ya ishondim. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, bu shartimiz g'olibi Ahrorbek Qarsagiylar.